Assalomu alaykum, hurmatli Norin Chorva o'z obunachilari hamda chorva ishqibozlari. Bugungi obzorimizda xudo xolasa Andijon viloyati Izboskan tumani Yakati Cho'rov bozorida sigirlar qatoridan boshladik. Bugun 5-iyun, hafta kuniga juma 2026-yil. Juma ayyomi hammanglarga muborak bo'lsin. Akalar, bugun sigirlarni yaxshilari Yakati Cho'rov bozoriga ko'p xudo xolasa sizlarga shularni obzorini qilib, narx-navolarni bilan yoritib beramiz. Qo'ldan kelganicha kanalimizga yangi albatta obuna bo'lib, bittadan like bosib, kommentariya bo'limiga o'z izohinglarni qoldirishingiz mumkin. Shu sigir xudo xolasa ustidor yaxshi sigir ekan, mana sifatlari zo'r. Nechinchi bolasi aka bu? Xunajimmi? Bola xunajini? Nechta sutga endi? 13 ta sag'ilyapti. Akalar, mana 12 ta 13 ta, 10 ta sutga ishonarli. Sinab olishga beraveramiz deyapti. Sigirni bo'ylari bir 30 kiloda. Lekin suti yaxshi sigir ekan buni. Idish zo'r. Qanaqa bir kishi emas, yuvosh holatda. Nech pul narx aytyapsiz aka endi bunga? Bunga 38 dan narx aytyapman, kecha o'tib beraman. Nargi hammi? 38 million kam bor narx aytishyapti. 10 ta sutga sinab olishga. Lekin sigir zo'r ekan akalar. Mana so'skalar ham yaxshi. O'tgan ham 4 joyda. Yeb itishlari, sog'lomligi hamma yo'g'iga sinab olishga beramiz deyapti mana. Bunisi ham shu akalarimizdan ekan. Bunisi nechinchi bolasi aka? Ikkinchi bolasi. Nechta sutga bu? Akalar, bunisi ham 10 litrga sinab olishga beraveramiz deyapti. Mana bunisi ikkinchi bolasi ekan. Bunisi yoshroq. Buni ham bolasi xunaji variantida. Bunisi ham 38 million kam bor ekan. 10 litr sutga. Mana yeb ichishlari ko'ryapsizlar, mollar tepalab. Yurganlarni ham mana yeb turibdi, sog'lomligi ham, yeb ichishi vaqti zo'r ekanligi. Sabab mol tepalagan. Odamlar tepalab ketgan, o'tdi ham yeb yotdi. Bu ham 38 kam bor. Jupini nech pul qilishdi? 60,5 berishyapti. Akalar, jupiga 63 million 500 ming so'm pul berishibdi. Mana bu jupi. Shekilasiga ikkalasining ham bolasi xunojim buniki. 3-bolasi. Bunisi 2-bolasi ekan, 63 million 500 ming so'm pul berishibdi. Aytilishi 38 million narx aytishyapti. 38 dan 76 million narx aytishyapti. Mana jupiga 63 million 500 ming savdosi bo'pti mana akalar. Nomer kim aytadi? Bilasizmi nomer? 94lik 166 75 70. Akalar, aloqaga chiqib ko'ringlar. Mana sifat zo'r. Yaxshi sigir izlaganlarga, yaxshi sigirlarning ko'pchiliklariga qo'ldan kelganicha obzorni qilib beramiz mana. Bolasi buqachasidan so'ragan akalarga. Aka, sigir sotildimi bu? Ha? Qanchaga ketdi? Olindi 37 million. Yana sotiladimi? Yo'q, sotilmaydi. Sog'ib ichganimi? Ha, sog'ib. 37 millionga. Nechinchi bolasi ekan bu, ikkinchisimi? Kishilar, mana yaxshi sigirimiz bor edi, sotilib ketdi mana. Sigir zo'r, ko'ryapsizlar xo'raligini ham. Sigirni bo'ylari bir 30 kilosda, lekin sudor ariqchada turibdi, akalar, kichkina ko'rinyapti. 37 millionga sotilibdi mana. Bolasi buqacha, gibrid, semental gibrid olib tushgan. Mana sigirni ko'rib turibsizlar. Xo'raligini 37 millionga dehqon akalarimiz olishdi mana. Akalar, shu sigir 37 millionga sotildi mana. Bolasi gibrid olib tushgan, novvos.
Barakasini bersin. Bozorda shunaqa gaplar ekanlar. Mana navbatdagi bolasi xunojin. Yaxshi sutdor variantidan. Mana 4 ta so'zga 4 joyda. Bormaylar akalar. Assalomu alaykum. Aka, yuribsiz, so'rasizmi? Bolasi xunojincha. Nechinchi bolasi? 4-chi, 8 ta. Suti nechta suti? 14 litr, 15 litr suti bor. Ser sut sigirlardan ekan akalar. Bu mollar hammasi qo'raligini qarang, bu mol tepalab ketganlarni ham yeyishini qaranglar. Bolani ham yaxshi bergan ekan, xunojincha. 14-15 ta suti bor. Puli-chi, puli? Akalar, sigirimizni holatlari yaxshi holatda. Puli nechi pul? Puli? A? 40 million. 40 million kami bu. Akalar, 40 million kam bor. Savdosi bo'ldimi aka? 35 million. 35 million savdosi bo'pti akalar. Berilmadi. 40 million kam bor. 14-15 ta suti bor aytilayotgan sigirimizga. Bunisi ham sizlardan-a? Bunisi nechinchi bolasi? Ikkinchi bolasi. Ikkinchi bolasi. Bu ham bola xunojin. Bu ham bola xunojin. Bu ham bola xunojin. Yana sigirni zo'ridan sifatlisini olaman deganlarga bolasi. Buni nechta suti bor aka? Mana 5-6 ta suti bor. Sababi hali bolasi yangi kichkina. Endi yotdi mana. Buni puli nechi pul? Bunisini 33 million kam bor mana. Xohlasanglar bunisini. Xohlasanglar bunisini. Tanlash imkoniyati bor. O'zi bunisi kuyikka ham kelib qolibdi akalar. Olib borib bitta buqaga qo'yasizlar, xudo xolasa mana bolasi hali 2 oylik ham bo'lmagan holatida enasi yana buqaga kelib turibdi. Olib borib qo'yib qo'ysanglar foydaga tez keladigan holatda ekan akalar. Nomer qoldiramizmi aka? 93lik 192 0414. Mana tez aloqaga chiqib ko'ringlar aka, sigir sifati zo'r. Sizlarga ko'rsatib boramiz. Yaxshi sigirlardan kuzatishda davom etib, kanalimiz mehmonlari albatta obuna bo'lib, bittadan like bosishni unutmanglar akalar. Mana Qirg'izistonda shved sigirlariga ishqoz akalarimiz mana shved sigirdi yaxshisidan. Nechinchi bolasi aka? 3-chi bolasi. Novvoschami? Novvoschcha. Xunojin. Shuni savdosi bo'lyapti? Nechta suti bor buni? 18 ta suti bor. Yaxshi sigir ekan akalar. Puli-chi, puli? Puli 42 million. Kam bor narx aytishyapti. Savdosi bo'ldimi aka? 37 million. 37 million savdosi bo'pti. 42 million kam bor aytilayotgan shu sigirimizga 17 ta 18 ta suti bor aytishyapti. Mana sigirimiz holati. Idish bak zo'r, so'zkalar 4 joyda. Bolasi xunojin variantidan. Akalar. Sigir hech kim shuga o'tirishini qarang, o'ta yuvosh ekan bu jonivor. Men sotaman buni. Bunga foydalanish. Savdo bor. O'ta qizyapti sigir bozorda. Talash. Bu meniki, bu meniki. Arzon ko'payib ketdi, narxi oshib ketmayapti. Yo'q. Assalomu alaykum. Kimsiz? Bizga odam ko'p o'zi.
Nomer qoldiramizmi aka? 95. 95lik 647 03 12 akalar mana qiziqinglar. Doridan. Bolasi xunojinida, boshqa yuvoshidan izlaganlar bo'lsa, akalar yaxshi variant ekan mana. Sigirni ko'rib turibsizlar, yuvoshligini. Bechara baylanganday turibdi. Ko'rib boraveramiz. Mana bolasi. Buqachasidan izlaganlarga assalomu alaykum aka. Nechinchi bolasi ekan? 3-bola. 3-bolasi, bolasi buqacha. Nechta suti bor sigirimizda? 7 litr suti bor. Bolasi buqacha. Pulichi? 30 million so'm kami bor. Savdosi bo'ldimi? 27 degan. Akalar 27 million savdosi bo'libdi, 30 million kam narx aytilyapti. 6 litr suti bor shu sigirimizda ham mana. Nomerlari bilan olib berib ketaveramiz. Akalar qiziqqanlar bo'lsa bir aloqaga chiqib ko'rasizlar. Mana idishlari, baklari, soskalari ham. Mol yeyishini qaranglar. Bu bozorda o'tib yuribdi bu mollar. Uyga olib borsanglar, xudo xolasa. Yeb icharlari ham yaxshi ekan. O yeyishini qaranglar. Bu odamlar tepalab yurgan ham yeb yuribdi akalar. Nomer aytamizmi? Yo'q, hozir sotaveramizda. Men sotib olaman. Ayolni chaqiryapti. Aha, bu yermi? Bo'lmadi. Akalar bu savdosi deyarli pishib qolibdi. Sotilib ketar ekan, nomer shart emas deyapti. Endi sotilib ketsa nomer shart emas. Mana dehqonlar qiziqib turibdi ekan, sog'ib ichgani. Bozorlarni bersin. Aka bu bo'g'ozmi bu? Bo'g'oz aka. Nechinchisiga? 3-siga? 3-siga necha oylik? 8 oylik. 8 oylik. Mana qo'yib ketdi. Uzi bo'lib qolibdi. Puli necha pul? Puliga 40 million deydi. 40 million kam bor. Sigirni bo'ylari 135 kilosida, lekin yerga yaqin yapalog'idan. Sifati zo'ridan, yaxshi yeb ichib turganidan kerak. Sababi eti baland. Yaxshi maqulda turgan. 8 oylik bo'g'oz 3-siga. Mana ko'ringlar aka, sifat zo'ri o'zim tug'dirib sigir qilib olaman deganlarga yetuk bo'g'ozlardan akalar orasida bir oy nari berida sigir bo'lib qoladi. 40 million kam bor. Savdosi bo'ldimi? Qancha? 33 million 500 ming savdosi bo'libdi mana. Bo'g'ozdan so'raganlarga, bo'g'oz variantlaridan ham yaxshilaridan bor mana. Nomer qoldiramizmi aka? 87lik 358 10 11. Akalar aloqaga chiqib ko'rasizlar. Sotilmagan bo'lsa bir savdosini qilib olishinglar mumkin akalar mana. Meyda ham sigirni yaxshisidan bor ekan mana. Mana Shvedton. Bolasi Nimaga? buqacha ekan, lekin bola вообще zo'r tushgan ekan. Original bo'lib tushgan ekan. Aka nechinchi bolasi? 3. 3-bolasi. Bolasi buqacha. Nechta suti bor? 8 litr sutga bolasi buqacha variantida. Puli-chi puli? Puli 55 million deyapti. 55 million. Bola limuzinga urib qo'yganmi? 55 million kam bor. Savdosi bo'ldimi aka? 41 million savdosi bo'libdi akalar mana. Bola lekin zo'r ekan-da. Bola o'ta polvon ekan. Akalar 55 million kam bor aytilyapti. Shu sigirimizga 41 million savdosi bo'libdi. Bolasi buqacha. 8 litr sutga. Shu sigirimiz mana bolani ko'ringlar. Haqiqiy zo'ridan ekan. Nomer qoldiramizmi? Yozaman. Ayting. 94lik 94lik